Kutib oling, IDP IELTS navbatdagi imtihonlar ofisi endi Jizzax shahrida. Endi jizzaxlik yoshlar IELTS imtihonlarini IDP IELTS Jizzax shahridagi ofisida topshirishlari mumkin. Jizzaxdagi imtihonlar ofisimiz Islom Karimov va Yugay ko'chalari chorrahasida joylashgan. Mo'ljal esa Zafaron restoranining qarshisida. Waiting va registration area, speaking xonalari va albatta men test xonamizda poytaxtdagi va boshqa viloyatlardagi ofislarimiz bilan bir xil sharoitga ega. Imtihonlar atmosferasi sizning kayfiyatingizni ko'taradigan va ortiqcha stress bermaydigan muhitga ega. Va albatta sizga IDP IELTS xodimlari tomonidan eng yaxshi servis ko'rsatiladi. Speaking imtihonlari Jizzax shahrida ham face to face yoki Zoom formatda bo'lib o'tadi. IOC imtihonxonasi xalqaro standartlarga mos va zamonaviy jihozlarga ega. Agar siz IELTS imtihonini IDP bilan aynan mana shu topshirsangiz, sizda imtihoningizdan avval mock imtihonni ham topshirish imkoniyati mavjud. Bu sizga muhitga tezroq moslashishga yordam beradi. Shunday ekan, hoziroq IELTS imtihonlariga IDP bilan ro'yxatdan o'ting. Imtihonlaringizga omad tilaymiz. Edu Action. Take the test with the best.